sizlarga yaxshi taklif bilan chiqyapman. 3tasi birda. Ham divan, ham kravat, ham mana shunaqa parta qilib ishlatsanglar bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, hamma funksiyalarini ko'rsatib beramiz. Hozir qaranglar. Bundoq qilsanglar kravat bo'ladi. Mexanizmlari baquvvat ishlangan. Shu holatda 2 kishi bemalol sig'adi. Endi sizlarga hozir men sizlarga parta holatini ko'rsatib beraman. Uning uchun sizlar kommentariyga bitta like bosib olasizlar. Yig'ishtirilishlari oson. Hozir endi choy ichmoqchi bo'lsanglar yoki kino ko'rmoqchi bo'lsanglar, sizlarga parta holatini ko'rsatib beraman. Ko'rib turganinglardek, bu parta holati materiallari mo'yishli bo'ladi o'rtoqlar. Bemalol suyanib o'tirishinglar uchun mexanizmli qilib qilingan knishka mexanizm qo'yilgan. Bemalol choy ichib o'tirsanglar bo'ladi. Juda ham qulay, ko'p narsalar ketadi. O'rtoqlar yaxshi mexanizmlar qo'yilgan, garantiya beramiz. 12 oy kafolat beramiz o'rtoqlar. Yig'ishtirishlari juda oson. Yosh katta otaxonlarimiz, onaxonlarimiz qiynalishmaydi. Bu holatda tayyor divan holatiga kelyapti. O'rtoqlar, narxini bilish uchun kommentariyga plyus qoldiringlar. Bo'lmasa ushbu raqamlarga telefon qilsanglar bo'ladi. Dastavkalarimiz Toshkent shahar bo'yicha beplatno.